Assalomu alaykum, qadrli YouTube kanali foydalanuvchilari. Bugun men sizlarga boshlang'ich ta'lim yo'nalishlarida matematika va o'qitish metodikasi fanidan to'plamlar va ular ustida amallar mavzusi bo'yicha video darsni e'tiboringizga havola etaman. Mavzumiz quyidagi rejalardan iborat: to'plam va uning elementlari, to'plamlarning birlashmasi, kesishmasi va ayirmasi, universal va to'ldiruvchi to'plamlar. Bizda odatda to'plamga ta'rif berilmaydi. To'plam deganda ixtiyoriy obyektlarning, narsalar va predmetlarning majmuasi tushuniladi va bu obyektlar uning elementlari deb ataladi. Masalan, juft sonlar to'plami, haqiqiy sonlar to'plami. To'plamlar odatda lotin alifbosining bosh harflari bilan belgilanadi. Elementlari esa lotin alifbosining kichik harflari bilan belgilanadi. Bu yozuv A to'plamning elementlar soni. Birorta ham elementga ega bo'lmagan to'plam bo'sh to'plam deyiladi va quyidagicha kabi belgilanadi. Bu yozuv x A to'plamning elementi yoki A to'plamga tegishli ekanligini, bu yozuv esa x A to'plamga tegishli emas ekanligini bildiradi. Odatda to'plamlar ikki xil usulda beriladi. Birinchi usul to'plamning barcha elementlari beriladi. Ikkinchi usulda esa to'plamning xossalari ko'rsatiladi. Misol sifatida S to'plamning elementi S bo'lsin. S elementimiz 10 sonidan kichik yoki teng. Bu yerda S elementimiz natural sonlar to'plamiga tegishli. U holda S elementlarimizga 1 dan 10 gacha bo'lgan barcha sonlar natural sonlar kiradi. To'plamlarning birlashmasi, ya'ni A va B to'plamlarining birlashmasi deb shunday to'plamga aytiladiki, bu to'plamning elementlari yoki A to'plamda yoki B to'plamda yotadi. A va B to'plamlarining birlashmasi quyidagicha kabi belgilanadi. Birinchi masala. P soni, ya'ni bu to'plamimiz 30 sonining bo'luvchilari, bu to'plamimiz 40 sonining bo'luvchilari bo'lsin. U holda ularning birlashmasini topish kerak. 30 sonining bo'luvchilari 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. 40 sonining bo'luvchilari 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. Demak, ularning birlashmasi barcha elementlari hisoblanar ekan. A va B to'plamlarining kesishmasi deb shunday to'plamga aytiladiki, bu to'plamning elementlari ham A to'plamga, ham B to'plamga tegishli bo'ladi. A va B to'plamlarining kesishmasi quyidagicha kabi belgilanadi. Yuqoridagi misol sifatida aytadigan bo'lsak, ularning kesishmasi, ya'ni ikkita to'plamda ham umumiy elementlari 1, 2, 5 va 10 elementlar kirar ekan. A va B to'plamlarining ayirmasi deb A to'plamning B to'plamga tegishli bo'lmagan barcha elementlardan tuzilgan to'plamga aytiladi. A va B to'plamlarining ayirmasi quyidagicha kabi belgilanadi. Yuqoridagi misol sifatida aytadigan bo'lsak, ya'ni P to'plamda mavjud, Q to'plamda mavjud bo'lmagan elementlar uning yechimi hisoblanadi. Agar A to'plamning hamma elementlari B to'plamga tegishli bo'lsa, A to'plam B to'plamning qism to'plami deyiladi va A to'plam qism to'plami ekanligini kabi yoziladi. Bunday holatda A to'plam B to'plamda yotadi yoki A to'plam B to'plamning qismi deb ham yuritiladi. 2, 3, 5 elementimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementlar ichida yotganligi uchun bu elementlarning qism to'plamlari hisoblanadi. Endi ixtiyoriy bitta elementli to'plam bo'lsin. Unda ikkita qism to'plam mavjud, ya'ni bo'sh to'plam va A. Demak, uni biz 2 ning birinchi darajasida, ya'ni ikkita qism to'plamlar ega ekanligini, agar ixtiyoriy to'plamda ikkita element mavjud bo'lsa, u holda 2 ning kvadrati, ya'ni 4 ta bo'sh to'plam, bitta A, bitta B va ikkalasi birlashtirilgan qism to'plamlarga ega ekanligini ko'rib turibmiz. Demak, umumiy holatda aytadigan bo'lsak,
A to'plam elementlari n ta elementdan iborat bo'lgan to'plamning qism to'plamlar soni 2 darajada n ga teng ekanligini ko'rib turibmiz. Har qanday to'plamning xos qism to'plamlari deb qaralmaydigan to'plam universal to'plam deyiladi. Universal to'plam U harfi bilan belgilanadi. Misol A, B, C, D, E, F, G to'plam elementlarimiz universal to'plamda yotibdi. A to'plamimizga A, B, C, D qism to'plam sifatida uning to'ldiruvchi to'plamini toping deyilsa, uni yechganimizda, ya'ni bajarganimizda E, F, G uning qism to'plamlari ekanligini ko'rdik. Ya'ni to'ldiruvchi to'plamlar ekanligini ko'rdik. Darsimiz shu yerda nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.